Assalomu alaykum. Qizlar, yaxshimisizlar? Qalaysizlar? Qizlar, hozir ichidagi narsalarimni ko'rsataman. Hammasini obzorga beraman. Savollaringiz bo'lsa, zakazlaringiz bo'lsa, Telegramdan yozinglar. 12 viloyatga ham pochta xizmatimiz bor. Eng arzon narxlarda pochta orqali yetkazib beramiz qizlar. Bemalol zakazlaringiz bo'lsa, yozsangizlar bo'ladi. Manda birinchi marta ko'rayotganlar uchun 100% original Koreya kosmetikalari va shunaqa kollagenlari, probiotiklari bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Xullas, mana Lactafit sarig'idan bor, 50 ta bo'ladi. Ichida bilasizlar, eng yaxshi probiotik, eng zo'r probiotiklardan. Уже men yana ichishni boshladim bundan. Chunki juda ham zo'r haqiqatda. Buni xuddi shu nimasidan ozdiruvchi turidan ham bor. Bu 2 oylik bo'ladi, 60 ta bo'ladi. Buni ichida 50 ta bo'ladi. Keyin xurum bor, kollagen bilasizlar. Keyin bu 2 oylik Lactafit bor, sahri borlar uchun qonda shakar miqdorini tushirib normalda qilib beradi qizlar. Bu ham juda ham zo'r narsa. Bemalol sahri bor onalaringiz bo'ladimi yoki xullas tanishlaringizga tavsiya qilsanglar bo'ladi bemalol. Keyin Giol kollagendan ham bor, bu 2 oylik. Mix kollagenlaridan bor. Bu kollagenlar bilasizlar, nima 3 xil bo'ladi. Har birini ichida 30 tadan bo'ladi. Buni donalab deganim, buni shunaqa alohida olib ichib ko'rsanglar bo'ladi. Antiperspirantlardan bor va gemoroymizdan bitta qolgan. Bilasizlar, bu ham juda ham zo'r. Kim olgan bo'lsa hammadan rahmat eshitganman. Shu mozni hatto operatsiyadan ham qaytishgan bu mozni ishlatishgandan keyin. Xullas, juda ham ajoyib narsa. Bitta olib ishlatib ko'ringlar qizlar, afsuslamaysizlar. Keyin Mishani penkasidan bor. Yog'li yuz uchun oqartiruvchi Merikit, Ziyan, Gudal penkalaridan bor. Keyin Mishani penkasidan bor. Bu quruq yuz uchun quritib yubormaydigan yaxshi penka, bu ham sifatli ham budjetniy. Keyin Mishani penkasidan bor, Centella bor, porali yuzlar uchun. Keyin Dr. Circle bor, Round Lab bor, Selmaxdan bor qizlar. Keyin Lala Recept penkasidan ham bor, Round Lab penkasidan va Lagom penkalaridan ham bor. Aksessuarni penkasidan ham bor. Green Tomato penkasidan va Snow White penkasidan ham bor qizlar. Hozir ichidagi penkalarim shular. Keyin tonerlarga o'tamiz. Tonerlardan Aksessuar toneridan bor. Dog'lar uchun, yuzni yorqinlashtirishga, namlantirishga yaxshi toner. Keyin Selmax bor. Bu yuzlar uchun ajoyib ham ta'sir yuzlarga ham yaxshi. Keyin Gudal toneridan bor. Bu dog'lar uchun buni bo'lib ham beraman, har doim aytaman. Cosrx Essensiyasidan, Medipil toneridan, kollagenlik Medipilni toneridan ham bor. Bu juda ham ajoyib bo'lgan. Rejuran toneridan ham kelgan. Centellani Porezing toneridan, ya'ni porlarga qarshi porlarni qisqartirish toneridan ham bor. Qizlar, hozir shular mana tonerlarim. Endi kremlarga o'tamiz. Bu kremlar Merikitdan bor, Medipildan bor, Melaban, Gudal va Lala Receptdan ham bor. Nomini aytish biroz noqulay. Xullas, bu kremdan ham bor. Keyin mana bu Dr. G'ni kremidan ham ichida bor qizlar. Aksessuarni kremidan bor. Centellani kremidan bor, Vitanol kremidan bor, Retinol kremidan bor, Medipil kremidan bor, Retinollik kremidan, Medipilni ajinlovchi kremidan, Anjo oqartiruvchi kremidan, Selmaxni dog'larga qarshi va porlarga yaxshi ishlovchi kremidan ham bor. Keyin Lenijni qizlar shunaqa mini tungi maskalardan keldi. Bu krem o'rnida ishlatasizlar. Buni yuvib tashlamaydi. Kechasi surib yotiladi. Shunaqa lekin svejiy qilib qo'yadi yuzni. Juda ham yaxshi oziqlantiradi, tinchlantiradi, namlantiradi. Bitta olib ishlatib ko'ring. Juda ham uni kattasi narxi juda ham qimmat bo'ladi. Mana minisini ham juda ham ko'p so'rashardi. Mana olib keldim. Kimga kerak bo'lsa zakaz bersanglar bo'ladi. Bular xullas kremlarim edi. Endi serumlarga o'tamiz. Serumlardan Aksessuardan bor.
Silmax'dan bor, Retinol Shot'dan bor, Green Tomato'dan bor, Manio'dan bor, Lala Recept'dan bor, Merikit'dan bor, nimadan Medipil'dan bor va Centella'nikidan bor. Bu Centella poralarga, Medipil ajinlarga, bu yorqalashtirishga, yuzni dog'larga, bu ham dog'larga, bu tinchlantirishga, ajinlarga, poralarga, dog'larga, nimaga, bu ham dog'larga, poralarga. Xullas, hozir nalichidagi serumlarim shular. Hozir tez-tez obzor qilib ketaman qizlar. Keyin SPF'lardan nalichida Aspasia Tone Up SPF, G-Vitanikidan bor, AHC'dan bor, shohona SPF'lardan. Xuddi nima bor edi-yu, nomi Dalba SPF'dagi bu ham xuddi shunaqa shohona qimmat SPF'lardan. Keyin Centelladan bor, Tone Up, Roundlab bor, Accessory bor, Medipil bor, Beauty of Johnson korobkaligidan va korobkasizligidan bor, Silmax'dan bor, Roundlabdan bor, buni 2 xildan bor mana. Keyin bular SPF'larim nalichidagi. Hozir endi ko'z atrofi uchun krem serumlarga o'tsak, Accessory Medipilda 2 xildan bor, Seoul'dan bor, Kiss Secret'dan shulardan bor hozir. Keyin CC kremlardan Ronas, Medibio, Misha BB kremi bor va Ama tonalkasidan bor qizlar. Keyin og'riq qoldiruvchi mazdan yana keldi. Og'riq qoldiruvchi emas, ya'ni bo'g'imlardagi og'riqlarni yaxshi yordam beruvchi, nima desam, maz. Xullas, juda ham yaxshi yordam beradi. O'zimni onam ishlatyapti, уже 2-marta olib ishlatishni boshlagan. Yoqadi xullas. Keyin Dalbadan 2 xildan bor, intimok orttiruvchi kremdan va mini ajinlar uchun kremlar kelgan qizlar. Juda ham ajinlarga ko'p krem, mini kremlar, mini naborlar so'radingizlar, boshlang'ich ishlatib ko'rish kerak. Mana bundan 2 xilidan kelgan Roundlab tinchlantiruvchi nabori. Keyin pilinglardan Dr. G'dan bor, Ano enzim pudrasidan, shampunlardan, shulardan kelgan qizlar. Juda ham ko'p so'raydigan, soch sinib, soch to'kilayotgan, sochi mo'rt bo'lib qolgan, jilosiz bo'lib qolgan sochlar uchun juda ham yaxshi shampun. Mana shu Ecorose Black Care shampunidan bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Keyin qizlar, mana shunaqa mini probnikchalarimizdan ham kelgan. Bu ko'z atrofi uchun kremlar, ajinlarga juda ham yaxshi yordam beruvchi. Buni ishlatganlar biladi qanaqaligini. Bundan ham keldi. Donasi narxi 5000 so'mdan. Keyin peeling geldan ham kelgan. Hozir uni ham ko'rsataman. Mana bu peeling geli qizlar. Bu nimadan? Oqidan peeling gel. Bu ham donalar sotiladi. Donasi buni nimadan? 4000 so'mdan, 3000 danmi shunaqa qo'ygandim. Bemalol donalab olib ishlatsanglar bo'ladi. Xulosa to'kilib ketdi. Hozircha narslarim shular. Zakazlaringiz bo'lsa, qizlar, savollaringiz bo'lsa, Telegramdan yozsanglar bo'ladi. Hozir vaqtim uncha tezroq edi, shunga narxlarni aytib o'tirmadim. Obzor qildim hammasini. Bemalol Telegramda yozinglar. Hammasi 100% original, Koreyani o'zidan keladi. Koreyskiy original uходовый kosmetikalar qizlar. Telegram gruppam silkasini video tagida qoldiraman.